Men o'z yurti talabasiman va yotoqxonada istiqomat qiladigan talabalar uchun rektorimiz tomonidan bizga tuhfa berildi va shuni birgalikda unpacking qilamiz. Mana bunaqa bir plyeka tuxum berildi. Tovuq, kartoshka, guruch. Hurmatli rektorimizga kattakon minnatdorchiligimni bildiraman. Va piyoz. Mana shunaqa og'ir katta boks. Men buni karjinkada ko'rdim, lekin ko'rmaganman to'g'risi. Boshamiz. Buning ichida 900 gram un, 2 ta suv, pechenye, makaron, yana guruch, yog', shakar, grechka, xurmo va qora choy. Eng oxirgisi mana bunaqa kartochka. Bu karta Express karta deyilar ekan. 100 ming so'mdan ko'p xarid qilingan bo'lsa, 1% cashback 30 ming so'm pul berilar ekan.